Realdan ketayotgan Vini, hamma yomon ko'radigan Argentina va Superligamiz kutilgandan ancha pastroqda. Kunning eng muhim sport xabarlari. Argentina terma jamoasining kelgusi jahon chempionatida ishtirok etmasligini xohlayotgan muxlislar Argentina out petitsiyasini o'tkazdi. Petitsiya jahon chempionati finalidan so'ng boshlanib 19-iyulda o'z yakuniga yetdi. Unda 170 ga yaqin mamlakatdan 23.300.000 dan ortiq muxlis ishtirok etdi. Ularning bari bir ovozdan bu jamoa mundiallarda ishtirok etmasligi kerak deb baholagan. Rodri uchun kurash dahshatli ko'rinish olmoqda. Ispaniya terma jamoasi sardori va Manchester City yetakchisi Rodri uchun bir paytning o'zida 3 ta Grand klub kurashga kirishdi. RMC Sport nashrining ma'lumotlariga qaraganda, shaharliklarga futbolchi borasida Barcelona, PSG va Real aloqaga chiqqan. Cityning o'zi ham tayanch yarim himoyasini tarkibda ushlab qolishni istamoqda. Yangi imiji bilan barchaning e'tiborini tortgan Vinicius jamoasini ham o'zgartirishi mumkin. Sky Sport nashrining ma'lum qilishicha, Arsenal klubi uni transferlar ro'yxatiga kiritgan. Madrid klubi transfer amalga oshsa 140-150 million yevro ishlab olishni rejalashtirgan. Taniqli Opta nashri mahalliy chempionatlarini yangilangan ro'yxatini e'lon qildi. Unga ko'ra, kuchli beshikda o'zgarish bo'lmadi. O'zimizda Superliga esa 103-o'rinni egallab, top 100 ga ham kira olmadi. Bizdan oldinda Zambiya, Indoneziya, Qozog'iston, Belarus va Iroq birinchiliklari mavjud. Bu reyting tuzilishida ligadagi jamoalarning raqobatdoshligi, top klublar soni, chempionat sifati va xalqaro maydondagi natijalardan kelib chiqib matematik modeldan foydalanadi. Kun davomida sport olamida sodir bo'lgan eng muhim voqealarni o'tkazib bormaslik uchun albatta sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.